Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Qutb musulmonlarning hozirgi ahvoli nomli kitobida buni qilgan. Bo'shib qolmanglar, qayg'urmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ustunlik qozonsizlar. Sura Al-Imron 139-oyat. Bu oyat kerimdagi mo'min bo'lsanglar degan shart bekor qo'yilmagan. Sog'lom imonlar dushmanlarning oldidan mag'lub bo'lgan holatga bo'shib ketish va qayg'urishdan saqlab qoladi. Bo'shib ketish va qayg'urishning natijasida agish qilgan taslimchilik, taqobil turmaslik va taqobil turishdan voz kechishdan saqlab qoladi. Vaz-nasihat qilgan. Vaz-nasihat mo'minlarga foydali. Sura Zariyat 55-oyat. Bu oyatda ko'rsatilgan vaz-nasihat qilish iymon haqida vaz-nasihat qilishga qartilgan emas. Chunki bu oyat ularning mo'min degan sifatini to'liq elayotadi. Shunday ekan, bu oyatga vaz-nasihat qilish iymonning taqozosi bo'yicha amal qilishga qartilgan. Kishilar o'z ruhiyatidagi nafsi xohishning bismi bilan amal qilishdan qobil bo'lib qoladi. Kitobdagi boshqa mazmunlarga qiziqsanglar, kitobni setilib o'qisanglar bo'ladi yoki qonunga a'zo bo'lish orqali kitobning to'liq qismini anglay olasizlar.